Assalomu alaykum qizlar, mana qaranglar. Mana bu bizga kaketka. Mana bu kaketkani hammamiz bilamiz. Oldini uyilishini men yetiga buyon qilib o'zi uyib qo'ydim. Buni o'zi qaytadan bichamiz. Endi qaranglar qizlar. Buni razmerga qarab oldini uyilishini qilasizlar. Yaxlit andoza kerak bo'ladi. Bu andozaga, bu fasonchaga yaxlit andoza kerak bo'ladi bizga, yarimtalik emas. Endi razmerga qarab uyiladi. Bu uyindisi, oldini ochiqligi o'sha razmerga qarab uyiladi. Misol uchun 50 razmerga qiladigan bo'lsak, misol uchun 48, 50, 52, 54, 56, endi 56 bo'lgani bilan hammani yelkasi yoki ko'krak aylanasi bir xil degani emas. Kimnidir yelkasi keng bo'ladi, kimnikidir yelka kichik, buyog'i orqa kengligi keng bo'ladi. Hammada har xil, nostandart qomatlarga har xil bo'ladi. Ko'pincha men tikaman, ko'pincha shu 40 yelka kengligi, umumiy yelka kengligi 40 qilsam, ko'p kishiga shu to'g'ri keladi qizlar. Mana 48, 50, 52, 54, 56 razmerlarga to'g'ri keladi. Endi mana bu naqasini hozir men 7 sm qilgan edim bu o'yindini. Yana 1 sm ichkari kiramiz bu yerdan. Bizga ko'p bu kichkina agar arroq kishi bo'lsa 7 qilasizlar, 1 sm yarimda cho'qaqqa ketgani bilan o'zi yaxshi bo'ladi. Kattaroq razmer bo'lsa agar 7,5 8 qilsangizlar bo'ladi. Ana endi men o'zi 8 qildim bu yerini. Ana endi pastini esa xohishga qarab, klientning xohishiga qarab 18, 19, 20 bo'lishi mumkin. Mana men 19 oldim. Mana 19. Mana bu bizga buklov. Mana bu joyi bizga buklov. Buklov mana bu joyi. Mana 19 oldim. Endi mana shu 1 sm ichkaridan kirgan joyimiz bilan mana shunga tegirib bu yoqqa o'tishimiz kerak biza. Buni o'sha o'zlaringiz qo'l bilan his qilib qilasizlar qizlar. Mana qiyin emas. Mana bu tarafim men ketaman. Men rasmdan ham 5 ga o'qiganman uchun bittaga chiqaraman qizlar. Shuning uchun ko'proq shug'ullansangizlar, sizlar ham o'xshatib bilasizlar. Mana bittaga men chiqardim. Mana bizga andozamiz. Endi buni nima qilamiz? Mana bu bizga o'rta nuqtasi, markazi. Buni chizamiz. Mana qizlar, bu fasonchamiz ana shunday qilinadi. Mana bu taraf bizga kerak emas endi qizlar. Mana bu yoq bizga kerak emas. Endi buni qirqib olamiz. Qirqib oldik. Mana endi bu bizga kerak emas. Bu taraf endi bizga kerak emas. Endi mana shundan yana bitta bichib olamiz. Endi ana shu andoza bizga ana shu buklovga bichasizlar-da qizlar. Buklovga materialni 2 buklaysizlar. Rostdan rostaga yoki orqani orqaga qilib 2 buklaysizlar materialni. Ana shundan 2 ta bichib olasizlar. Ana shundan 2 ta bichib olasizlar. Endi hozir men sizga qilib ko'rsataman oxirigacha. Bu noldan boshlayotgan qizlarimiz bo'lsa agar bilishmaydi. Shuning uchun mana qilib ko'rsataman hozir. O'rta markazini metka qilib oldim, bitmasligi uchun. Mana
Mana qizlar. Mana bu tarafiga ko'chiramiz markazini. Mana bizga ikkita bo'ldi, mana. Ana endi ana shuni ustiga mana bunday qilib qo'yamiz. Mana ana bu metkaga bo'lish kerak. Mana bu metkasi, mana metkani ustiga bo'lish kerak. Nima qo'ygan vaqtlaringizga, mana. Bu yo'g'i ham mana metkani ustiga bo'ladi. Ana shunday qilib bichiladi. Qarang, qanaqa chiroyli narsa bo'lib chiqdi mana. Endi buni qaranglar. Buni ikkita bichib bo'lganimizdan keyin mana bu joyga padbord qilinadi. Endi bezak berish o'zlaringiz qo'ylaringizga. Padbordni ustiga qaytarib 4-5 sm qilib arasiga qoldirib zecha tiksangizlar ham bo'ladi yoki padbord qilib orqaga qaytarsangiz ham bo'ladi. Ikkalasini ham padborddan taxlab olganlaringizdan keyin mana shunday qilib metkaga qo'yasizlar. Mana bu joyini, mana bu ham nima bo'ladi. Mana bu joyi keyin mana bunday bo'lib katta bo'lib ketmaslik kerak. Mana bunday bo'lib katta bo'lib yo'q, mana bunday kichkina bo'lib qolmaslik kerak-da. Nima qilib to'g'ri bichib, to'g'ri qo'ysangizlar agar bu o'zini nimasi kelib chiqadi, o'zining razmeri mana. Qanday chiroyli paketka bo'lib chiqdi qizlar mana. Bu paketka, bu fasoncha ana shunday qilib konvert deyiladi, ana shunday qilib bichiladi. Qo'pini esa men ko'pincha ikkita qo'pni yon tikishini tikkanimdan keyin 5 ga 5 qilib uyaman. Mana misol uchun mana bu qo'pi bo'lsa bizaga mana bu qo'pi mana bu joydan tikishi mana ikkita tikishni birga bir qilib tashlaganman. Ana bu taraf kichkina tarafi, tor tarafi orqasi bo'ladi. Mana bu keng tarafi oldi bo'ladi bizaga. Mana bu yerdan cho'k bu. Tagiga ham, ustiga ham. Yon cho'ki bu. Endi mana shu joydan mana 48, 50, 52, 54, 56 ana shu razmerlarga 5 ga 5 uyasizlar mana shu joyini. Mana bir beri 5, beri 5 bo'ladi. Bu tomonga ham 5 tushiladi. Mana 5 tushasiz, bu yoqqa 5 ta, bu yoqqa 5 ta yurib ana shunday qilib 40 tashlaysiz. Orqasi 2 sm uyiladi. Oldi esa old kaketkani uzunligiga qarab orqa kaketka ustiga tashab, mana beri 6-7 qilib uyib tashlanadi mana bunday qilib. Ana shunday qilsangizlar agar, mana shu qo'ltig'ini tayini 5 ga 5 uysangizlar, rovna bo'lib chiqadi, 5 primerka tiksangizlar bo'ladi qizlar. Men hammasidan deb ko'rganman. 5 primerka chiqadi qizlar. Mana. Xudo xolasa 1-iyuldan darslar boshlanadi, yangi guruh ochildi. Kim kurslarim haqida so'rab yurgan qizlarimiz bemalol bo'lib to'lash imkoniyati bor sizlarga. 1-iyuldan qo'shilib olsangizlar bo'ladi. Boshlang'ich kursim 6 oyga 500 ming so'm, mohir tikuvchi kursi 6 oyga 1,5 million, Müller darsliklari 6 oyga 2 million so'm qizlar. Bo'lib to'lash imkoniyatlaringiz bor. Hammaga omad tilayman qizlar. Katta chevar bo'linglar hammalaringiz. Allohga omonatsizlar.